Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar uchun Shahrisabz Miraki hududidan oilaviy dam olishga mo'ljallangan dachalarda birin-ketin video obzorlarini boshladik. Qarang, hozir men sizlarga ko'rsatayotgan bu dachamiz oilaviyga mo'ljallangan 20 kishiga sig'dira oladigan, barcha sharoitga ega bo'lgan dacha. Bu bir sutkaga 2 million so'm deb aytib turibdilar egalari. Hozir sezon emas, kelishadigan joyi ham bo'ladi. Bu dachamiz 2 qavatdan iborat. Hozir birinchi qavatini ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Qani ket. Ikkinchi etajga chiqdim. Mana hozir ko'rib turibsizlar, ikkinchi etajga atrofdan butun Miraki kafti ko'rinadi. Bu tomon qirlar, adirlar bilan mana pastga oq daryo oqib o'tib turibdi. Pastga ham karavot so'rlarimiz bor daryoning bo'yiga. Bu dachamiz hovlisi. Endi ichkariga kirib ko'rsataman. Bu tomonga pastga erkaklar, tepaga ayollar joylashishi ham mumkin. Oilaviy kelganda yoki kollektiv bilan kelganda mana shunday qulayliklari bor. Bemalol mana shu qulayliklardan foydalansa bo'ladi. Mana birinchi zalimiz. Bu yerga ham to'g'riga spalnisi bor. 2 kishilik karvati, balkoni ham bor. Hozir spalnisini ko'rsataman. Spalnisi ham keng, shinam. Remontlari ham hammasi joyiga. Mana shu kelib dam olish uchun qulay qilib remont qilib tayyorlab qo'yishibdi. Mana 2 kishilik spalni karavati.
Kiyim ilish uchun garnitur shkaflari ham bor. Derazasi bor. Endi men sizlarga hozir balkonni ko'rsataman. Endi balkonni ham yotoqxona sifatida ham foydalansa bo'ladi. Mana bu balkonimiz. Balkon degan joyimizdan ham mana Miraki tabiati polna ko'rinib turadi. Mana parda ilingan, pardani ochib bemalol ko'rsa bo'ladi. Bu tomonga ham yumshoq mebellarimiz bor. Bemalol o'tirib, kelib o'tirib, suhbatlashib, dam olishga mo'ljallangan. Mana bu tomonga Mirakini polna ko'rinib turadi. Mana tog' adirlar, pastdan oq daryo o'tib turibdi. Barcha dachalar mana shu daryo bo'yiga joylashgan. Men birin-ketin qolgan dachalarni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Bugunchalik mana shu dacha mana ko'rib turibsizlar. Miraki polna ko'rinadi. Pastga daryoni bo'yiga ham karvat so'rlarimiz bor. Hozir mart oyi, aprel boshi bo'lganligi uchun hali daraxtlar barik yo'ygani yo'q. Dachalarda ham ko'p tayyor emas. Qisman tayyorlarini sizlarga video obzor qilib ko'rsataveraman. Bu yerga qanday kelsa bo'ladi, buni ham qisqacha ko'rsatib o'taman hozir sizlarga. Mana bu dachaga kelish uchun mana shu Miraki degan yozuvga yetib kelganlaringdan keyin ko'pi bilan 500 metr yoki 1 kilometrga yaqin yurasizlar. Mana bu yerda mana Miraki dor yo'liga qarab ketish yo'li, Mirakini sentriga qarab burilish bor. Mana shu qo'l deydi. Ana shu qo'li tagidan o'tib 100 metrlar ham yurmaysizlar. Mana shu yerda mana chap qo'l tomonga burilib birinchi dacha. Mana shu darvozani olib kelib to'xtaysizlar, dachamizga kelib kiraverasizlar.